Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Kolumbiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Néstor Lorenzo Jahon chempionati 2026-yil uchun dastlabki qaydnomani taqdim etdi. Kengaytirilgan ro'yxatdan jami 55 nafar futbolchi o'rin olgan. Shuningdek, qaydnomaga James Rodríguez, David Ospina, Davinson Sanchez, Jorge Carrascal, Juan Cuadrado, Luis Diaz, Yerry Mina kabi tajribali futbolchilar ham kiritilgan. Jahon chempionati 2026da Kolumbiya terma jamoasi K guruhida O'zbekiston, Kongo va Portugaliyaga qarshi bahs olib boradi. Taniqli rossiyalik futbol agenti va insider Timur Gurskaya O'zbekiston milliy terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi imkoniyatlariga baho berdi. O'z tarixida ilk bor mundialda qatnashadigan O'zbekiston milliy terma jamoasi K guruhidan chiqish uchun Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi futbolchilari bilan raqobatlashadi. Timur Gurskayaning YouTube kanalidagi suhbati quyidagicha ko'rinish oldi. Mening prognozimcha, Eldor Shomurodov Jahon chempionatida bir nechta gol uradi. Menimcha sen juda oshirib yubording. Kolumbiya va Portugaliya, yana Kongo. Sen ularni shunchaki kuzatmagansan. Kongo doim darvozasi daxlsizligini ushlab turadi va quruq hisobda o'ynaydi. Seningcha o'zbeklar nechta gol urishadi? Menimcha o'zbeklar bitta gol ursa ham yomon emas. Umuman Jahon chempionatida bittami? 3 ta o'yinda bitta gol yomon emas. 2 ta bo'lsa juda zo'r bo'ladi, deb ta'kidlab o'tdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi ayni paytda bo'lajak Jahon chempionatiga italiyalik mutaxassis Fabio Cannavaro qo'l ostida tayyorgarlik ko'rmoqda. Aziz futbol ishqibozlari, siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston ushbu Jahon chempionatida nechta gol urishi mumkin?